Xo'sh, hammaga assalom do'stlar. Bugun sizlar bilan DLC Uralov kanali bo'ladi. Bugun sizlar bilan qanaqa qilib 1 soatda 2000, 3000 tanga yig'ishni ChatGPT bilan birga ko'rib olamiz. Neat. Yeah, boy. That's it. 3000, 4000 tangalab yig'ishni 1 soatda o'rgatadi. Xo'sh, birinchi bo'lib transferimizda Rafinha chiqib turgan edi. Kecha men atayin quflab qo'yganman buni. Qachondir olaman, video qo'yib olaman deb shu o'zimga va'da bergan edim. Va hozir bu yerda men mediumni hard qilib qo'yish kerak. Difficulty'da ChatGPT aytgandi menga kecha, agar sen shunday qilsang ko'proq tanga olasan degan edi. Xo'sh, hozir mana soatga qarashlaringiz mumkin. 7:29 19:30 bo'ldi pashti. Hozir biz ChatGPTga qanaqa qilib ko'p tanga yig'ishni ko'ramiz. U bizga xo'sh 10 tadan reklama tomosha qilib 500 ta tanga olasan degan. Keyin yana ko'p narsalar aytgan edi. Karyerda shu mediumdan hardga o'tkazib o'yna degan. Xo'p, hozir sizlar bilan vaqtlaringizni almashishligi uchun 1 soat vaqtimni o'tkazib yubordim mana. 20:30, 20:20 bo'ldi. 1 soat vaqt shunchaki o'tib ketdi va men bu yerda 3000 tanga yig'ganman. 15 ta 20 ta o'yindan 1,5 tanga qo'shdim. 1500 ta tangam bor edi. Albatta ChatGPT menga xato aytgan ekan. 1 soat ichida umuman 2000-3000 tanga yig'ib bo'lmaydi. Atigi men 1,5 tanga yig'dim va bu Rafinhaga olishimga yetdi. Va Rafinhani ham mana ko'rishlaringiz mumkin. 85 kartali o'yinchini oldim. Men bu videoga 1 soat vaqt sarfladim. 1 soat vaqt uchun podpiska va like bosib qo'yishlaringizni iltimos qilar edim. Bu yerda 720 dan 820 ga teleportatsiya qilgandek bo'ldim. Bu sizlarga menimcha 1 sekundda o'tib ketdi, lekin men uchun rostdan ham 1 soat vaqtim ketgan. Xo'sh, bizda shunday gaplar. Agarda sizda qanaqangi DLC bo'yicha savollar va takliflar bo'lsa, kommentariyaga yozib ketamiz. Xayr hammaga.